Buniki hozir shu 50 million atrofida to'xtayapti. Hamma narsa puliga taqaladi-da. Hozir mana shu obyektimizga nechta gazovlok ketyapti? Hozir mana shu yerdan olib qaraganimizda bu yoqda odam o'tiradigan 7 ta xona qildik. Bu yoqda kuxonamiz, omborimiz, yana bitta mana mo'ykaxona, yana xona, katta xona. Mana shu jami bir 10 ta 11 ta xonamizga 2,5 mingta gazovlok ketyapti. Agar ish bilan solishtirib hisob-kitob Men g'ish bilan solishtirganimda shu где-то bir 50 ming atrofida g'ish ketyapti. 40 ming 50 ming atrofida g'ish ketyapti. Endi uni olib kelish, narx-navolarni solishtirdik, urdirish, uni endi misol 5 ta 6 ta usta 40 ming 50 ming usta 10 kun 15 kunlar bo'lishi mumkin yoki bir oylab. Uni shu vog'i bor, havoni sovuq. Farq masalan protsentni olganda masalan 500 so'mga tushsa bu necha pulga tushadi? Biz hisobladik где-то bu g'ishtga bitilishi, shu urilishini hisobiga bir 60-65 millionga boryapti. Buniki hozir shu 50 million atrofida to'xtayapti. 15 million Premiumni hisoblaganda 15 million ekonomiya. ekonom bor.